Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana inshaalloh mana Jamshid akam oldilariga kelayotganimga 15 kun bo'lgan bo'lsa va sezgan narsam birinchi очередda uyqu degan narsani tushunib yetdim. Uyquni yaxshi dam olyapman. Miya haligi yaxshi dam olyapti. Uni ustiga yuragimda ozgina og'riqlar bo'lardi. Holsizlik, har qanaqa bir holatlar bo'lardi. O'shalar ancha yo'q bo'ldi. Allohga shukr qilaman. Bemalol Jamshid akam oldilariga kelsanglar, har qanaqa kasalliklar bo'lsa, Alloh sabab chiqarib shifo bersin. Kuzatishda davom etinglar. Akamlar hamisha sog' bo'lsinlar, bizning baxtimizga, oila ahillariga bosh bo'lsinlar. Sog' bo'linglar. Belizdagi og'riq. Ha? Belizdagi og'riq. Kecha belim og'rib qoldi, astag'firulloh va tub ilayh. Men lekin kutmagan edim. Belim og'riyapsam, shu tochkaga qo'ydilarmi, bittada qoldi. U meni bemalol yugurib egilaman. Hammasi bittada qolganini men shuni his qildim. Kelinglar rost ekan lekin. Foydasini ham o'zingizlar his qilasizlar. Shunda bel og'rig'i uchun turli xil mazla, boshqa Mazla rosa surdim. Foyda bermadi, lekin kecha bitta qo'yganlarga bittada qoldi. Allohga hamd bo'lsin. Haqiqatan endi baribir o'zimiz usta-deb baribir kelinglar. Haqiqatan Alloh shifo bersin hammaga. Sog' bo'linglar. Mehribon zot, shifoyi komil, shifoyi ato etgan bo'lsin. Jami mo'min musulmonlar qatori bizga ham hammamizga Alloh taolo shifoyi komil bersin. Boshqaga muhtoj qilmasin. Allohning o'ziga hamd sanolar bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Jamshid aka sog' bo'ling aka. Allohdan rozi bo'lsin, rahmat.